Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joynamozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saodatning sabablari deb nomlangan darsimizni, silsila darslarimizni bugun 30-si. 30-mavzuyimiz uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Rizq masalasi birodarlar doim dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Rizq juda ko'p odamlarning asosiy birinchi o'rindagi g'amiga aylanib qolgan. Hamma zamonda, hamma makonda yashagan odamlarni bu mavzu o'ylantirgan. Albatta odamga tirikchilik kerak. Uy kerak, kiyim-kechak kerak, oziq-ovqat kerak, oila kerak, mashina kerak, uy-joy kerak, xullas tirikchilik kerak. Endi mana shu rizq masalasida, tirikchilik masalasida odamlarni hammalarini tasavvurlari har xil. Modomiki shariatimiz siz bilan bizni har bitta qiladigan ishimizga, hayotimizda uchraydigan har bitta masalaga javobi komil bo'lgandan keyin tabiiy suratda rizq haqida ham shariatimizning ko'rsatmalari aniq, ravshan. Inson bu dunyoda saodatli hayot kechirishligi uchun albatta tirikchiligi o'rnida bo'lishi kerak. Ammo saodatni faqat mana shu puldan, pulni ko'pligidan, boy bo'lishdan deb o'ylaydigan odamlar ham bor. Bunaqa odamlar o'lchov tushunchasi, tasavvuri noto'g'ri bo'lganligi uchun hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylashadi. Qaysi narsani pul hal qila olmasa deydi, uni katta pul hal qiladi deydi. Va mana shu e'tiqodini to'g'ri deb biladida, shu e'tiqodini yo'lida nimalarga o'zini o'rayotganligini ko'rmaysiz. Lekin haqiqatda shunaqami? Insonni saodatli hayot kechirish uchun eng asosiy narsa pulmi? Yo'q. Eng asosiy sabab bu uning o'lchov tushunchalarining to'g'ri bo'lishligi, tasavvurlarining to'g'ri bo'lishligi. Agar faqatgina pul bilan inson baxtli bo'ladi deyilsa, boy odamlarning ichida bironta baxtsiz qolmasligi kerak. Hammasi baxtli bo'lish kerak. Lekin haqiqatdan shunaqami? Birodarlar, baxt bu pulni ko'pligida emas. Baxt faqatgina sog'ligida emas. Baxt faqatgina tinchlikda emas. Bular har bittasi baxtni tashkil qiladigan bir unsurlar, elementlar. Baxt birodarlar o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligida. Iymonda va o'lchov tasavvurni, o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligida. Lekin rizqing keng bo'lsa, boy bo'lsang, sen baxtlisan degan tushunchani mahkam ushlagan odamlar mana shu pul topishlikka, rizqqa kirganda nima ishladi qilayotganini ko'rib hayron qolasiz. Qarindoshchilikni uzayotgan shular, tarozidan urayotganlar shular, har xil firibgarlik qilayotgan shular. Ustaga ishonib turib uydagisi shunday topshirib qo'yadi pulni. Buxgalteriyani. Mana Xudo berdi-da. To'g'rimi ustalar? Xudodan qo'rqmagan, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmagan, taqvosi bo'lmagan odamga bo'lib beradi-da. Bitta nol qo'shib qo'yaveradi. Bitta virgulni bu yoqqa olib qo'yaveradi, bo'ldi, bo'lib ketadi shu bilan. 5 so'mlik narsani 5 so'm 50 tanga qayerdan biladi? Va mana shu tasavvuri bilan, shu o'g'irligi bilan, xiyonati bilan yutyapman deb o'ylaydi. Vaholanki yutkazyapti bu odam. Shunday emasmi? Alloh azza va jalla bu haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, unga mahrojni beradi. Nima u mahroj? Bir mushkulaga, muammoga kirib qolsa, shu mushkuladan chiqib ketadigan eshik. Kim taqvo qilsa, har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni Alloh ko'rsatadi va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Muammodan chiqib ketgandan keyin
uni deyapti Alloh, kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Bugungi mavzuyimiz uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirib qo'yadi. Birodar, rizq ista. Tirikchiligini yaxshi qilishiga harakat qil. Chunki pul topaman, bola chaqa boqaman deb tirikchilikka ko'chaga chiqishliging o'zi bu mahmud ish, maqtalgan ish. Bola chaqani boqaman deb ko'chaga chiqqanliging o'zi ibodat. Ha, rizq izla. Bu ibodat o'zi asli. Lekin ochko'z bo'lma. Uni kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Birinchi xulosamiz shu. Ikkinchi xulosamiz rizq izla, lekin ochko'z bo'lma. Rizq haqida bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalarning birinchisi, siz bilan biz hali dunyo yuzini ko'rmay turib, onamizning qornida 121 kunga to'lgan kunimizda farishta kelib, rizqimiz bilan ajalimiz yozib qo'ygan. Shunga iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Undan ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Erta ham kelmaydi, kech ham kelmaydi. 121 kunda farishta kelib, rizqimizni, ajalimizni yozib qo'ygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, biron jon o'z rizqi va umrini to'la olmagunicha o'lmaydi. Rizqingga yozgan bo'lsa shu narsa keladi senga. Ungacha o'lmaysan. 40 yil qirongachilik bo'lsa, beajal bitta chivin o'lmaydi. Deydi-yu, qo'qoradi. Endi nima bo'lar ekan? Un qimmatlab ketdi. Endi nima bo'lar ekan? Dollar ko'tarilib ketdi. Iymon qani? 70 so'mdan benzin quyapmiz, birodarlar, o'ylab ko'ringlar. Birodarlar, xotirjam bo'linglar. 100 so'm bo'lsa quyamiz. 500 so'm bo'lsa ham qo'yamiz. Chunki o'sha mashinani minishimiz rizqimizga yozilganmi? Xotirjam bo'ling, g'am qilmang, birodar. O'sha 500 so'mni Alloh beradi. Ishonmaysizmi? Shunday ekan, birodar, nima qilasan jazovaga tushib, bezovta bo'lib, nimaga haris bo'lasan bu dunyoga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dardo roziyallohu anhudan sahih hadis: "Innar rizqa la yatlubul abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu." Albatta, bandaning ajali uni qidirganidan ko'ra, uni rizqi ko'proq qidiradi. Sizni ajalingiz ham qidirib yuradi. Ajalingiz quvib yuradi. Xuddi shunga o'xshaganda rizqingiz ham quvib yuradi. Rizqi sizni talab qiladi, xuddi ajalingiz talab qilgandaqa. Ajal adashmaydi. Yozilgan vaqtda, yozilgan joyda, yozilgan soatda oladimi? Xuddi shunga o'xshagandek, rizqingiz ham sizni topib keladi. Xotirjam bo'ling. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana bir xurmo donasini topib oldilarda, qarab turib, agar sen o'zing kelmaganingda biz o'zimiz borardik dedilar. Ya'ni qo'liga tushdimi boyaydigan, yeydigan xurmasi o'zi kelib qoldi. Demak, shuni yedimi, o'tdimi? Demak, shu kelardi. Agar kelmasang biz borardik, deyapti. Demak, siz bormasangiz ham keladigan rizqingiz kelar ekan, xo'p. Ha, bu yerda hech narsa qilmay o'tirib ol degan gap yo'q umuman. Bu yerda iymon e'tiqodi o'rnida bo'lgan odamlar o'tiribdi. Buni ko'p sharhlash kerak emas. Qorakalaringni gapiga qarasang, olma pish ozimga tushdi, o'tirdi-o'radi. Kim aytdi senga uni? Kim aytdi senga uni? Istak kiyigida top, oshcha shovqin qilma, qochib ketmasin. Kamoningni cho'z, qo'yib yubor. Inekin tavakkal qildi u yog'ini. Kamon qo'lingdan chiqib ketdi o'qi. Endi seni qo'lingda hech narsa yo'q. Shu yog'ini tavakkal qil deyapmiz. To'rgan tomon gugumot otib qo'yib turib kiyik istamaydi-da odam. Birodar, Alloh Razzoq. Hamma mahluqotning rizqini beradi. Hammani rizqini o'zini zimmasiga olgan. Seni ham, meni ham rizqim Allohning zimmasida. Ana shu rizqni o'zi belgilab qo'ygan. O'sha belgilangan rizqdan ortib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi. Siqilma, o'kinma, g'am qilma, mahzun bo'lma. Chunki peshinangga nima qilingan? Yozib qo'ygan rizq. Qarang, yer ostidagi qurt qumursqani ham rizqini kim beryapti? Alloh beryaptimi? Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan jonivorga rizq bergan Alloh senga rizqini bermaydimi? Siqilma, mehnat qil, sababini qil, g'am qilma. Astagfirullah. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Alloh taolo Hud surasida aytayapti. O'rmalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. Va ya'lamu mustaqarraha va mustavda'aha kullun fi kitabin mubin. U zot ularning turar joylarini ham, borar joylarini ham bilur.
hamma narsa ochiq, ravshan kitobda bordir. Qushlar ham o'zini rizqini topib yeydi. Qushlarga ham rizqini Alloh taolo beradi. Mana shu qushlarning rizqlanishi haqida alohida hadis bor. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law annakum kuntum tawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu at-tayr, taghdu himasan va taruhu bitona." Agar sizlar, deyaptilar Rasululloh, haqiqiy tavakkul qila olganinglarda, chinakamiga rizqinglarni ishini Allohga topshira olganinglarda, Alloh sizlarni qorninglarda xuddi qushni qornini to'yg'izgandek to'yg'izar edi. Qushni rizqlantirgandek sizlarni ham rizqlantirar edi. Endi qarang bu yog'ini. Qush inidan albatta och qolib chiqib ketar ekan. Kechki payt uchib kelganda albatta to'q bo'lar ekan. 1 metr qorong'i qo'ysa, qushlar o'lib ketadimi? Yo'q. Odamlar uyga keladi. Qo'yxonasidagi narsani cho'qiydi, tovuqxonasidagi narsani cho'qiydi, o'lib qolmaydi. Nimasi bor qushda aytinglarchi? Do'koni bormi? Konteyneri bormi? Yo olib qolgan 3-4 qop uni bormi? Nimasi bor? Sababi bor, tavakkuli bor. Qanotini qoqib inidan chiqadi, albatta qorni to'q bo'lar ekan. Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan qushga rizq bergan Alloh senga rizq bermay qo'yadimi? Ha, hozir ishing yurishmayotgandir, 1 yil yarim. Sababini qilsang ham ishing yurmayapti, qarzdan qutula olmayapsan, ishing oldiga ketmayapti. Birodar, jinday sabr qil. Ozgina sabr qil. Qushni rizqini bergan senga bermaydimi? Osmonlarda Robbisi Alloh subhanahu va taolo qushni ham rizqini o'zi beradi, qurt-qumursqani ham rizqini beradi, suvdagi baliqlarning ham rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Sen bo'lsa siqilib rizq topaman deb nima g'amlarni qilib yuribsan? Rizq topaman deb nimalar bilan qalbing band? Rizq topaman deb nimalarga o'zingni urib yuribsan? Rizq topaman deb qayerlarda yuribsan? Albatta birodarlar, takror aytyapmiz, rizq talabida mehnat qilishning o'zi ibodat. Mehnat shart. Ammo sen mana shu topayotgan rizqing haqingdagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Rizq nimaligini yaxshilab tushunib ol, shuni aniqlab ol. Robbingning so'ziga quloq sol, payg'ambaringning so'ziga quloq sol. Birodar, falonchilar bilan do'st bo'lsam, ishlarim yurishib ketadi deb kimlarni ulfat qilyapsan? Kimlarga o'zingni yaqin qilishga harakat qilyapsan? Menga foydasi tegadi deb. Allohni o'zingga do'st tutmaysanmi? Axir Alloh Razzoq bo'lgan zot. Shu zotni do'st tutmaysanmi? Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Afa g'ayrallohi attaxidu valiyan fatiris samawati val ard va huwa yut'imu va la yut'am. Alloh taolo aytayapti. Ayting, mana rizq topaman deb kimlarga ulfatsiz? Rizq qilib ulfat topaman deb kimlarga sherik bo'lyapsiz? Menga foydasi tegadi tirishingda deb kimlarning orqasidan yugurib yuribsiz? Alloh aytayapti. Ayting, o'zi rizqlanmasdan hech kimdan rizq olmaydi Alloh. O'zi rizqlanmay, taomlanmasdan barchani taomlantirgan holida osmonlar va yerning yaratuvchisi bo'lgan Allohdan o'zgani do'st tutdingmi? Ha, rizq masalasida Alloh ekan u, yakka yagona hukmron. Rizq masalasida Allohni do'st tutishni o'rniga nima boshqalarni do'st tutdingmi? Sen birodar, rizq topishlikda balg'idan ko'ra salohiyating kattaroq. Hunaring bor, tijorating bor, kasbing bor, aql hushing bor. Ana jonivorlarda nimasi bor? Tavakkuli bor, o'sha qanotini qoqib chiqib ketishligi bor. Inidan ushib chiqadi, tamom. Shuning uchun birodar, rizqing haqida oshcha g'am qilma. Harakat qil, sabab qil, tamom, yozilgani keladi. Hadeb nima qilma? Siqilaverma. Qizlarim ham katta bo'lib qoldi, tomni yopish kerak. Ishonaver birodar, bu tajribadan million marta o'tgan. O'sha qizini chiqaradigan paytda Alloh shu qizini chiqarishga kerak pulni beradi. O'sha tomni yopish kerak, qish kelib qoldi. O'sha tomni yopish kerak pul beradi. O'shuning uchun eskilarning gapi bor. Uy bilan to'yda rizqini kim beradi? Qolganini-chi? Ha, o'sha fikrni davom ettir. Senga o'sha to'y paytida pul zarur bo'ldi, Alloh yetkazib qo'ydi. Bilmay qolding, qadam keldi, bitib ketdi to'y. Keyin to'xtab qoldi yana. Tomni yopding, uyga kirib olding, yana to'xtab qoldi. Qaraginda, zarur bo'lgan paytda Alloh taolo beradi. O'shuning uchun aytyapmiz-da, birodarlar, gap pulni qanchaligida emas, insonda saodatli bo'lishligi. Mana ikkita narsada, o'lchov tushunchada, tasavvurda. Inson nima sababdan
rizqi tang bo'lib qoladi, o'zi asli. Nima sababdan mashaqqatli hayotga qoladi? Mana shu rizqi tang bo'lgandan keyin insonning qalbi albatta sakinatini yo'qotadi. Qalbi iztirobda bo'ladi. Nima sababdan deb so'rasin. Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalari o'zi yomon. Mana endi nima sababdan tang bo'lib qoladi rizqing? Birinchi sabab, banda Allohdan uzoqlashgan paytda rizqi tang bo'lib qoladi. Rizqi tang bo'lib qoladi, kambag'al bo'lib qoladi demayapmiz. Chunki topish tutishi zo'r bo'lib turib ham tang yashashi mumkin inson. Va aksincha, topish tutishi zo'r bo'lmasa ham hayoti osuda bo'lishi mumkin. Alloh taolo aytayapti: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Hayoti tang bo'ladi, saodat bo'lmaydi. Puli bo'lib turib bo'lmasligi mumkin bu saodat. Boy, hamma yo'q yetar, lekin hayoti tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girgani uchun. Shuning uchun birodar, seni saodatini yo'q qiladigan, hayotingni tang qiladigan narsa Robbingdan uzoqlashib ketishliging. Qancha odamlar bor. Allohdan uzoqlashgani sababli kambag'allik alamini, tanglik hayotini totib ko'rgan. Qalbi o't bilan o'rtanib turadi. Ana shularda ba'zilari avval boy badavlat bo'lgan, rizqi keng bo'lgan, tanasi ofiyatda bo'lgan, zo'r yashagan. Keyin haddidan oshdi, Allohdan yuz o'girdi, namozga beparvo bo'ldi, gunoh ma'siyatga kirib ketdi. Mana endi Alloh taolo ularni mana shu fe'llari uchun keng rizqini tortib qo'ydi, salomatchiligini olib qo'ydi, faqirlik bilan, qayg'u bilan, tanglik bilan baloladi. Boshi g'alvadan, muammodan chiqmay qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Lekin agar ular payg'ambarlarimizni yolg'onchi qilishmaganida, biz ularga keng rizq bergan bo'lar edik, lekin ular yolg'onchi qilishdi, bas ularni o'zlari qilgan gunohlari sababli ushladik." Kim Allohning eslatmasidan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'lur va qiyomat kunida biz uni ikkala ko'zini ko'r holda tiriltiramiz deydi Alloh. Banda so'raydi qiyomatda: "Robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ikkala ko'zimni ko'r qilib tiriltirding qiyomatda? Axir ko'rar edim-ku deydi. Alloh taolo aytadi: "Senga mening oyatlarim kelganda yuz o'girgansan, esdan chiqargansan, fakazalikal yawma tunsa." Bugun sen ham unutilasan deydi. Birodar, seni hayotingni tang bo'lishligi, rizq masalasida siqilib bo'g'ilib yashashligingni asosiy sababi Robbingdan uzoq bo'lib ketayotganing. Zalika bi anna Alloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim va anna Alloha samiun alim. Bunga, ya'ni mana shunday bir baloga, azobga giriftor bo'lishlariga sabab Alloh bir qavmga in'om qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi emasligi va Alloh eshituvchi, bilguvchi ekanligidandir. Alloh bekatdan bekarga olib qo'ymaydi. Qo'lingdagi kengchiligingni, sakinatli, xotirjam hayotingni o'zingdan o'tib qoladi. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Shuni shior qilib olish kerak, yigitlar. Nima musibat yetsa ustingga, o'zingni qo'ling bilan kasb qilgan ishing sababli yetadi. Yana men Alloh ko'pini kechirib turaman deyapti. 10 ta gunoh qildingiz, bittasiga jazo berdi, 9 tasini yuvoradi shu bilan. Boshingga nima musibat kelsa, o'zingni fe'ling sababli bo'ldi. Yana men ko'pini kechirib turaman gunohlaringni deydi. Va Alloh istaqomu alat tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turishganida, biz ularni imtihon qilishlik uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, avvalambor birodar, Allohning hukmiga, itoatiga, shariatiga qaytishing kerak. Rizq masalasida qilishing kerak bo'lgan eng birinchi narsa shu. Qanchalar taqvodor bo'lsang, shunchalar o'zingga yaxshi. Faqat o'zingga yaxshi. Seni taqvoing Allohga kerak emas. Seni taqvoing birovga kerak emas. Uni o'zi o'ylamagan joydan rizqlantirur. Tannuhiy qiyinchiligidan keyin yengillik kitobida Alloh taoloning Razzoq ekanligi haqida bir qissani keltiradi. Bir odam tirikchiligi qiyin bo'lib qoldi. Ahvoli tang, yegan ish narsasi yo'q. 2 kun och qolib ketdi. Kun botayotganida xotini aytdi: "Chiqib bir narsa topganmizmi? Ochlikdan tinkamiz qurib ketdi" dedi. Haligi kishi
o'ziga bir yaqin bo'lgan tanish ayolni eslab uyiga borib holatini tushuntirdi. U ayol uydan bitta baliq olib chiqdi. Mana baliqdan boshqa hech narsa yo'q. Bu ham eski, ozgina hidi kelib qopti. Nima qilay dedi. Baliq tashlab oladigan bo'lib qo'ygan. Haligi odam mayli shuni bo'lsa ham beraver. Ochlikdan o'lib qolaylik dedik deb uyga olib keldi. Uyga olib keldi. Eski hidi kelib qolgan baliq. Qorni to'q odam yemaydi. Baliqni tozaladi, qornini yoruvdi, ichidan bitta gavhar chiqdi, marvarat chiqdi. 1000 dinorga sotdi. Qarangda, uni kutmagan joydan rizqlantiradi deyapti. Allohga duo qildi, Allohga tavakkal qildi, sababini chiqib so'radi. U baliqni tashlab yuborardi boyaga xotin uje sasib qolgan edi. Ko'rdingizmi? Alloh taolo aytadi: "Va ma bikum min ni'matin fa minalloh, thumma idza massakumud-dur fa ilayhi taj'arun." Sizlarga berilgan barcha noz-ne'matlar yolg'iz Allohdandir. Shuningdek, qachon sizlarga biron balo musibat yetsa ham, faqat ungagina iltijo qilursizlar. Rizq izla birodar, ammo unga hirs qo'yma. Rizq izla, ammo unga hirs qo'yma. Xoliq bo'lgan, roziq bo'lgan Alloh taolo hammani rizqini ato qiladi. Loyda ichidagi qurtga ham, dengiz tubidagi baliqqa ham, osmondagi qushga ham, zulmatdagi chumoliga ham, hatto tosh ostidagi ilonga ham. Ibn Javziy go'zal bir ajib voqeani yozadi kitobida. Baland daraxt ustida bir ilon turadi, ikkala ko'zi ko'r. Alloh taolo uni ham rizqini yetkazadi. Qanaqa qilib? Qarab turibdi, bitta qush tumshug'ida go'sht olib keldi. Ilonni oldiga keldi, ilon pishillab og'zini ochdi, go'sht solib qo'yib ketdi. Birodarlar, Allohning qudrati, chumchug'ida qushni ilonga bo'ysundirib qo'yganiga qarang. Agar sizni Alloh taolo rizqingizni keng qilishini, rizqingizni berishini xohlasa, bilmay qolasiz qanday kelib qolganligini. Ana, baliqning qonidan gavhar chiqdi-yu. Alloh azza va jalla aytadi: "Yerda suzilib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda biron narsani qo'ymay yozganmiz, keyin hammalari Parvardigorlari dargohiga to'planurlar." Maryam bint Imron Iso alayhisalomni tug'ib yotganida qachon oldiga Zakariya alayhisalom kirsa, oldida qish bo'lsa yozgi mevalar, yoz bo'lsa qishki mevalar turardi. Annalaki hada, Maryam qayoqdan kelyapti bu narsa deganida, huwa min indillah, Allohning huzuridan deb aytar edi. Birodarim, siqilma, rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni albatta keladi. Ha, yozilgan kuni keladi. Erta ham emas, kech ham emas, shoshilma. Sabablarni qil, Allohga tavakkul qil, o'ylanma. Ayrim holatlarda rizqimga sherik bo'ladi deb farzandlarini o'ldirganlar bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum va iyyahum." Ikkita oyat bor. Bolalaringizni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham, ularni ham rizqini beramiz. Ikkinchi oyatda: "Va la taqtulu auladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum va iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Ey insonlar, bolalaringizni yo'qchilikdan qo'rqib o'ldirmangizlar. Ularga ham, sizlarga ham biz o'zimiz rizq beramiz. Bitta oyatda sizlar deb rizqni otalarnikini aytdi, keyin farzandlarda aytdi. Keyingi oyatda farzandlarning rizqi birinchi aytildi, otalarning rizqi keyin aytildi. Sizning rizqingizga hech kim sherik bo'la olmaydi. Sizning rizqingizni hech kim tortib ola olmaydi. Do'koningizni tortib olishi mumkin. Ishingizdan haydab olishi mumkin. Sizni qo'lingizdan tortib olishi mumkin bo'lgan moddiy narsani tortib olishi mumkin, lekin rizqingizni hech qachon tortib ola olmaydi. Birodar, sizni haydashlik uchun xorlayotgan bo'lsa, masxara qilayotgan bo'lsa, o'zi ketib qolsin deb, unijat qilayotgan bo'lsa bizning tilda, o'zingizni xor qilmang. Musulmon odam o'zini xorlashiga mumkin emas. Akaxon, olsangiz ishingizni olasiz. Rizqim Allohning zimmasida. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shunday chiqib ketasiz. Xor bo'lmanglar yigitlar. Sizlarning rizqinglar Allohning qo'lida. Uni otangiz ham ola olmaydi, eningiz ham ola olmaydi, xo'jangiz tem bo'la olmaydi. Eng ulug' xazina egasi bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo
hammani rizqini o'zini zimmasiga olgan. Alloh taolo o'zi bunga kafil ekanmi? Nimaga g'am qilasan, birodar? Mehnatni qil, sababni qil, tavakkulni qil, g'am qilma, siqilma. Chunki rizqing Allohning zimmasida. Chunki vallazi huwa yut'imuni va yasqin. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Birodar, endi rizq haqida chindan to'g'ri e'tiqodda bo'lishni istaydigan bo'lsang, quloq sol. Nimalar qilsang rizqingda barakot bo'ladi? Nimalarga e'tibor berishing kerak? Birinchidan, rizqni ziyoda bo'lishi. Rizq ko'payib ozaymaydi. Rizq barakali bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Biz rizqni ko'paytirish g'amida yashamaymiz. Biz rizqimizni barakotli bo'lishiga sababni qilish g'amida yashaymiz. Chunki kofirga ham, musulmonga ham Alloh yozganmi rizqni, u keladi. Rizq yo barakali bo'ladi, yo bebaraka bo'ladi. Baraka nima edi o'zi? Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi. Ya'ni mana soat 10 yildan keyin ham tutib yuraveraman. Demak, barakot bor. Yoki xuddi soat 6 oyda yo'qotib qo'yaman. Suvga tushib ketadi, buzilib qoladi, kuyib ketadi, mashina tayda qolib ketadi. Demak, bebaraka. Baraka nima? Baraka opatadizdan qolgan ketmon. 100 yil oldi ishlayapti, yo'qolmasa. Ana baraka. Baraka nima? O katabizni qo'lidan qolgan va jiydani danagidan qilingan tasbih. Rushnoy qilingan. Baraka nima? O'sha katabizdan qolgan yamoq loskutdan jaynamoz. Teshilib ketgan, lekin ishlayapti. 30 yil oldi hali jaynamozga. Tushundinglarmi? Baraka degani ko'p degani emas. Baraka degani bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni nima bo'lishi. Shuning uchun birodar ko'p pul toppa. Nech pul topasan deydi-yu? Nech pul topasan deydi. Yo'q. O'sha nechi degan so'z to'g'ri emas. Qanaqa pul topasan deb so'rang. Mana endi rizqingni ziyoda bo'lishligi. Sen mana shunga e'tibor ber. Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi walyasil rahimahu. Rasululloh aytibdilar. Kim umri uzun bo'lishini xohlasa, ya'ni xursand bo'lsangiz umringiz uzoq bo'lishligidan, rizqingizni ziyoda bo'lishiga sizni xursand qilsa, shunday odamki umrini uzoq bo'lishiga uni xursand qiladi. Rizqini keng bo'lishiga uni xursand qiladi. Nima qilsin bu odam? Ota-onasiga yaxshilik qilsin va qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'ysin. Rossiyaga ketib yillab telefon qilib qo'ymaydigan o'g'il bolalar bor yuribdi. Rossiyaga ketgan tirikchilik deb, ota-onasidan chiroyli duoda olib ketgan, 1 yilda bir telefon qilib qo'ymaydiganlari bor. Ey, o'sha yurtda yurganlar, begona yurtda yurganlar, nimani istab yuribsan u yerda? Uyingda ota-enang o'tiribdi. Telefon qilib hol-ahvol so'rab qolmaysan, oylar o'tib ketadi, ehtimol yillar o'tib ketadi. Sen nima qilaman deb yuribsan u yerda? Silay rahim, qarindoshlikda holidan xabar olishlik. Hech bo'lmasa telefonda telefon qilib opangizni, xolangizni, ammangizni, tog'ingizni bir so'rab so'rab qo'ying. Mana rizqni ziyoda bo'lishiga sabab bo'lgan ish. As-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar. Bola chaqani boqish kerak, ibodat. Lekin ota-onalarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Shularning duosi, shularni sizlarga qilgan xayr duolari sizlarga barakot bo'ladi. 10 yildan beri yuribdi, bitta chek qila olmadi. 15 yildan beri ishlatib, bitta tom yopa olmadi. Qarasang hech narsa qilgani yo'q, yeb ichib yuribdi. Nima qilaman? Oshga borib deydi. Senichi jannatning ikkita eshigi uyda turibdi, otang bilan ening. Yirtib olmayapsan bu yoqda ishni? Prosta tirishingga o'tyapti, mashada yuravergin-da. Chunki ota-onaning yuziga qarab turishing ibodat. O'tib ketgandan keyinmi holingga maymunlar yig'laydi. Agar ota-onangni rozi qilib qolmasang. Rizqni barakotli bo'lishiga sabablardan yana bittasi gunohlardan ehtiyot bo'l. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innar rajula la yuhramur rizqa bil xati'atin ya'maluha." Albatta kishi o'zining ayrim rizqidan qilgan xatosi tufayli mahrum bo'lib qoladi. Kishi uni peshonasiga yozilgan rizqidan mahrum bo'ladi, qilgan gunohlari sababli. Hamma rizqidan mahrum bo'lmaydi. Kopillardan rizq kelyapti. Qilgan gunohingiz kelayotgan rizqingizni qirqib turadi. Barakasini, xayriyatini, kengchiligini. Alloh yo'lida infoq qil.
Va ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin. Robbing aytayapti. Nimani infoq ihson qilsanglar, Alloh uni o'rnida to'ldirib turadi. U rizq beruvchilarning yaxshirog'idir. Qaranglarda, Alloh aytayapti, Alloh yo'lida infoq qilsang, o'rnini to'ldirib qo'yaman deyapti. Payg'ambarimiz qasam ichayotganlar Allohga qasam, bergan infoq ihsoninglar moli dunyolarni kamitib qo'ymaydi. Alloh taolo aytayapti: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil. Infoq qil mahluqotlarimga, bandalarimga, men ham senga beraman deyapti. Bizda teskarisida, ol bersin keyin men beraman. Sen ozida bera olmaysan, ko'p bo'lganda bera olmay qolasan. Bu yerda kuching yetganicha. Senga 100 so'm katta pulmi? 50 so'm qil. Muhimi chiqsin. Albatta 50 dollar bo'lishi shart emas. 10 so'mga yaraysanmi? 10 so'm ber. Bersang olasan. Taqvoni mahkam ushla. Chunki taqvoda bo'lish rizqning barakali bo'lishining asosiy sabablaridan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar ana shu qishloq ahli yoki shahar ahli iymon keltirib taqvoni ushlaganlarida biz albatta osmon va yerdan barakat eshiklarini ochib qo'ygan bo'lar edik. La fatahna, lom ta'kid uchun aytilingan. Agar qishloq ahli iymon keltirsa va taqvo qilsa, Alloh albatta barakat eshigini ochib qo'yadi. Osmondan ham, yerdan ham. Bor shunaqa oilalar, bitta odam ishlaydi. Hayoti osoyishta. Kami ko'si yo'q. Oilalar bor, 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik o'shuncha. Demak, bu yerga bitta ishlayotgan odamda Alloh taolo barakotli qilib qo'ygan topgan rizqini. O'shuning uchun nech pul topasan demanglar. Nima deylik? Qanaqa pul topasan deyish kerak. Istig'forni ko'paytir. Chunki istig'for ham rizqni keng bo'lishlik sabablaridan bittasi. Nuh alayhisolamning duosi bor-a? Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana g'affaro. Robbilarga istig'for aytinglar, u kechiruvchi bo'lgan zot. Yursilis sama alaykum midrora. Yomg'irli bulutni jo'natadi. Yumdidkum bi amwal va banin. Sizlarni farzandlar bilan nima qiladi? Pul bilan quvvatlantiradi. Va yaj'alakum jannatin, bog'roqlarni beradi. Va yaj'alakum anharo. Sizlarga anhorlarni beradi. Istig'forni ko'paytirishlik kerak. Bekar qolsa istig'for ayting. Birodar, Alloh Razzoq bo'lgan zot. Hamma rizqini o'zining zimmasiga olgan. Seni rizqingni ham, meni rizqimni ham. Ana shu rizqni o'zi belgilagan. U belgilagandan oshib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi. Birodarim, siqilma. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni keladi. Faqat yozilgan kuni keladi. Ungacha shoshilma. Erta ham emas, kech ham emas. Allohdan taqvo qil, halol bo'l, xayr sadaqalarni qodir bo'lganicha qil, siyra rahimni qoyim qil, ota-onani xizmatida bo'l, sabablarni qil, Allohga tavakkul qil, tamom. Rizqni o'ylab siqilma. Saodatning 30-sababi uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun chiqar yo'lni paydo qilur har qanday mushkuladan va uni o'zi o'ylamagan tomonidan rizqlantirur. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.